Assalomu alaykum aziz obunachilar, Nursul kanalini kuzatib boruvchi aziz qadrdon do'stlar. Mana xudo xohlasa shu Tuyachi Lug'umda yo'limizda, shu Tuyachi kollejining oldida xudo xohlasa yangi obyekt boshlaganmiz. Bu obyektimiz oldin ustalar qurib ketgan ekan, shu ishini darsi davom ettirgani, shu ustalar boshqa ishlar zakatlar borligi uchun bunga ulgurmagan, boshqa zakatlar bo'lgan. Bu qurilish to'xtagan, qilib turib keyin to'xtagan ustalar to'g'ri kelmagan vaqtda kattalar zakat qilganiga bizda brigada ko'pligi uchun biz shaharda xudo xohlasa mana shu joylarda sekin bitkazib beramiz. Bir qator polniy xudo xohlasa bu yerda narx-navolarni obzor qilamiz. Xudo xohlasa hamma qo'ldan kelgancha foydali ma'lumotlar berib o'tamiz. Bundan oldin bitta layk bosib obuna bo'lsanglar, xizmatlar o'ta ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqib obunachilar. Do'stlar, mana bu joyda ko'ryapsizlar, podvalni pastdan chiqilgan, g'ishtlar urilgan edi. Biz bu yerga sisma kolonna aviatsiyalariga kelganmiz. Birinchi etaj qilib to'xtatilar ekan. Xudo xohlasa kolonnalar baylashyapti, ustalar kolonnalarni quyapti. Endi sizlarga kolonnalarni tikishimiz, mana o'zimiz apparatga instrumentlar bilan kelganmiz. Ko'pchilik narx-navo qimmat boshqa deydi. Hattoki lesalarimizgacha kelyapti. Uydaga hech qanaqa instrumentni arenda bermaydi. Apparatga tikishlarda oson yo'li ko'ryapsizlarmi? Bitta taxtasini olib qo'yasizlar. Ikki tomonini qatirib, to'rala tomondan ham tortiladi mana. Ichkaridan bu tomondan tortilgan, bu tomondan, ikkita bu tomondan qilib, har bitta plankaga 60 sm atrofiga qilasizlar. Keyin xudo xohlasa bemalol quyilaveradi. Mana taxtasini tushirganingizdan keyin quyayotganda bunga tesha-pesha bilan uriladi. Imkoni bo'lsa vibratsiya solsanglar ham yaxshi bo'ladi. Endi bizda bunaqa uzun darajada vibratsiya solamiz. Taxta apparatkaligi uchun agar bu vibratsiya solsak o'ta peshab ketadi. Shuni o'rniga biz apparatning sirti tashqi tomoniga urib chiqamiz teshalar bilan. Tesha shunaqa narsa bilan xudo xohlasa cho'tki bo'ladi. Aziz obunachilar, mana kavkazlarimizni ham ko'ryapsizlarmi? Bu diaframma uchun qo'yilyapti. Oldida nagoska ko'proq bo'ladi degani uchun bu raqamiz 70 bo'ladi. Shuning uchun mana armaturalarni ko'ryapsizlarmi? 18 lik armaturadan uji ko'ryapsizlar. 6, 7, 8 10 talik to'qilgan. Divayni xomut bo'lgan, bir-birini ushlashi. Shunaqalar kolonnalarni to'qib, xudo xohlasa diafram. Aziz obunachilar, mana ko'ryapsizlar, divayni kavkaz. Yerimiz razmeri ham kolonnamiz kattaroq bo'lyapti. Armaturalar xomuti ham har 20 sm bir qarshi atrofiga to'qilgan. Ana qilib ustakalarimiz mana simlarni muhkamlar. Endi buni ichini sim bilan yechiladi. Xudo xohlasa zabardast bo'lib kolonnalardan to'rt yo'l chiqadi. Buni to'qilgandan keyin urug'larga to'g'rilab, yungalarni to'g'rilab, xudo xohlasa chiroyli qilamiz. Xudo xohlasa mana ko'ryapsizlar, endi bu joyimizga palatkalar qo'yamiz. Yana davsi yetmaydi. Davsi yana bir komplekt, ikki komplekt palatkalarimiz hatto bu joyda polniy tikib, xudo xohlasa qo'yamiz. Narx-navolarga keladigan bo'lsa, ko'pchilik tushunmaydi. Mana shunaqa kolonna deb qo'yadi. Bular ustunlik, bularimiz 140 ming so'm va bularimiz ham shunaqa kolonna deyiladi aziz obunachilar. Mana shunimiz ham kolonna hisoblanadi. Birinchi etajlar uchun 140 mingdan 150 minggacha quyilyapti. Endi buni devorni ustidan o'tib ketadigan 30 santimetrgacha bo'ladi. Sisma deb qo'yadi. Sismalarimiz 100 ming, derazalar ustida bo'ladi. Ular ham 100 ming so'm bo'ladi. Va rigillarimiz 170 ming so'm bo'ladi. Aziz qadrdonlar, 40 ga qarab bo'lib, mana shu osma bo'lib o'tib ketadigan narsalarni polniy armatura tashlab rigil hisoblanadi. Bu sisma kolonna aviatsiyada armaturalarga отдельный pul olinmaydi aziz obunachilar. Endi yana nima? Bu joyimizga juda noodatiy bo'ladi. Bu yerda bu uzunasiga ketganimizda 50 santimetrlik quyiladi. Rigillarimiz 50 ga 40 bo'ladi. Shuning uchun 200 ming so'mdan quyilyapti bu aziz obunachilar. Endi g'isht urishlarimiz, mana shunaqa g'ishtlarimizni xohlang rastorga, xohlang loy yurib beramiz. Faqat rastorga ham oqaylik, sementlik yo bo'lmasa to'pag'allashtirib qilib beriladi. 700 so'mdan urib beramiz aziz obunachilar. Bunda ham nima endi narxi qimmat boshqa deyish mumkin. Biz ham manaqa arava, badiya, kareta, manaqa karetalar hamma yo'g'imizdan kelamiz. Lesalarimizni arenda olib bermaysizlar. Xudo xohlasa chiroyli qilib bitkazib beramiz. Shuni hisobiga narxlar kerak bo'lsa tashqaridagidan juda qimmat bo'lishi mumkin. Sabab biz shu chetga chiqmash maqsad, mana shu narx-navolarimiz oddiy ustadan ko'ra balandroq bo'ladi. Shu instrumentimizning narxlari bizga qoladi. Shuni hisobiga juda ko'proq pul topsak, aziz obunachilar, chetga ham chiqadigan odam kamayadi. Sababi hozir arendaga olsangiz ham mana shu 3 million, 5 million pul arendaga ketib qoladi.
Endi aziz obunachilar, shu beton quyishlarni aytmoqmiz. Fundament beton quyishlarimiz metriga bir apalabga bu 50 ga 40'imiz 70-75 ming so'm bo'ladi. Agar uni tushunmayman metrga deydiganlar bo'lsa, kubaga bo'ladigan bo'lsa 350 ming so'm kubaga bo'ladi. Bunda aziz obunachilar, sizlarga aytib o'tsam, kotlovan kavlash, armatura to'qish отдельный bo'ladi. Kotlovonlarimiz hozirgi kunda 30 ming so'm, oddiy kabel ko'mish bilan kransha kavlab bersa 30 ming so'mdan kavlab beradi Samsunglar aziz obunachilar. Shu Samsung narxi, sababi biz podojni uynikini o'zimiz qo'limizda kavlasak, tekis va chiroyli kavlaganimiz hisobiga bizga sal osonroq bo'ladi. Mehnati bizga qiyin bo'lsa ham, lekin shu sifatliroq chiqish maqsadida shunaqa narxi 30 ming so'm kotlovan kavlasa. Endi armatura to'qishlar fundament uchun отдельный 15 ming so'mdan bo'ladi. Shunaqa aziz obunachilar, biz narxlar. Xizmatlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Noldan boshlab korobka holatigacha tez va sifatli qilib bitkazib beramiz. Xizmatlar asosan Andijon bo'ylab bo'ladi. Andijonda xudo xohlasa mana shu o'zimizga biz Uzbosgandamiz. Uzbosganga yaqin joylarga borib xizmat beramiz. 30-40 kilometr. Agar undan uzoqroq bo'lsa ham borib xizmat beramiz. Faqat yotoq bilan ta'minlash kerak. Chunki 2 soat, 3 soat yo'l yurib borsak, ustolar charchab qoladi. Ertalabda misol 2 soat yo'l u yoqqa, 2 soat bu yoqqa ketib, ancha vaqtdan ketib turamiz. Shuni hisobiga yotoq joy bilan ta'minlansa, xudo xohlasa borib xizmat qilib beramiz aziz obunachilar. Xizmatlar bo'lsa ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Kimlardir qurishga oid qanaqadir savol va muammolar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha, tajribamiz yetgancha ularga maslahat berib, agar xizmatlarimiz kerak bo'lsa borib xizmat bitkazib beramiz. Layk bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.